Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilar, pritsep ishqibozlari. Pritseplarimiz xudo xolasa tayyorlanyapti. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. 2 metr eni, uzunligi 480. Asalari uchun pavilyon boshlandi. Samarqand viloyatiga tayyorlanyapti. Bu pritsepimiz Farg'ona viloyatiga tayyorlanyapti. Razmeri eni 180 bo'ladi, uzunligi 3,5 metr. O'ngga chapga ag'daradi, mini traktor uchun tayyorlantirilgan pritsep. Bu pritseplarimiz ham Andijon viloyatiga tayyorlanyapti. Mini traktor uchun tayyorlanadigan pritseplar. O'ngga chapga ag'daradigan variantda chiqadi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekranga nomer qoldiramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on. Aya bitgan pritsepimiz Toshkent viloyatiga. Razmeri 4,5 metr eni, uzunligi eniga 220. Do'kon hisobda qilinyapti. Ko'chma do'kon. Buni hozir tomlarini, listlariga zakaz berib qo'yganmiz. Profnastillar rangli variantdan zakaz berganmiz. Bu ochiq taraflari oyna bo'ladi. Seli butun oyna tushadi. Bu joylari ham oyna bo'ladi, taglari ham oyna bo'ladi. Do'kon, kofe, hot dog, xullas fast food taomlar uchun-da. Mana joylari ochiladi, realisli qilganmiz mana. Realisda borib keladigan qilib tayyorlangan. Kimga shunaqa pritseplar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana buni ochilishlari mana. Ochilishlari ham shunaqa. Bu joyi katta seli oyna bo'ladi, mana joy turgan joyi oyna. Tepalari arkali qilingan, tepasiga tunikalarni zakaz berib qo'yganmiz, rangli tunikadan. Xudo xolasa bugun tunikadan chiqadi. Bu poyezdni vagoniga o'xshagan ko'rinishda bo'lgan, oldimda qirrali bo'lib tayyorlangan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like esdan chiqmasin, sog' bo'linglar.